Bu voqeani eshitgandan keyin o'zim ham yig'lab yubordim. 2016-yil bir ota 14 yoshli farzandidan ayrilib qoladi. Lekin u o'g'lining xotiralarini yo'qotishni istamaydi. Shu sababli yillar davomida har oy $12 dan Minecraft degan serverni saqlab qolish uchun to'lov qiladi. Bir kun otasidan so'rashadi: "Nima uchun hali ham server uchun pul to'laysan?" Otasi shunaqa javob berdi: "O'g'limning vafotidan keyin u yaratgan dunyoni o'chirishga qo'lim bormadi" deb javob beradi. Oradan 2 yil vaqt o'tadi va ota birinchi marta serverga kirishga qaror qiladi. Serverda hali ham 4 nafar o'yinchi bor edi. Ular esa o'g'lining eski do'stlari edi. Ular vafot etgan do'stini unutmagan edi. Aksincha, uning xotirasi uchun Minecraft ichida katta bir qal'a qurganini ko'radi. Har yili o'g'lining tug'ilgan kunida do'stlari serverni mash'ala bilan bezatishadi. Go'yoki eski xotiralarini birga eslashadi. Otasi esa shunday deydi: "Men bu server uchun har oy $12 dan to'lashda davom etaman. Chunki bu oddiy o'yin emas, o'g'limdan qolgan katta bir xotira." Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang.